Yana bir bor videoga olyapman, salom deyman yana hammaga. Men agar shunaqa gilamim, yana boshqa gilamim bo'lganda qani edi? Bu gilamim bo'lgan men ancha yil bo'lib ketganda. Bu 4-5 yildan beri. Masalan, sizlarga mana kim bunaki qizga taalluqli. Sizga mana 10 moy narsa berdi. Bizdan shu 10 moy ham narsa ham bermaydi mana shu mahalla. Hech qachon bermaydi. Bizga o'shqaga mana gaz balon ishlatamiz, non, xalini xudoga shukr nonimiz ham bor. Allohga shukr. Bitta uyimiz shuning uchun men iltimos qilyapman. Uyim deb tomi mana shu oy yana yomg'irda o'tmay, yana 2 uyimdan ham o'tadi. Bitta uyimdan emas. Tushunarlimi? Opagina, mana gilamim qanday boshqa bo'lsa, men ham mana polda yashagim keladi. Mana yerda emas, mana tuproqda emas. Menda nam gilamlarda emas. Tushunyapsizmi, opa jonim? Meni agar gilamim narsam bo'lsa, men ham tozagina chiroyli qilib qo'yim keladi. Leshda gapirmang, opa jon. Meni gapirishim shunaqa. Men bida erimni ajrashdim deganim, yillab yashamaydiganim sababini bilmaysiz-ki siz. Shu tashab ketganki men mana yerda o'tiribman.